2026-yil futbol muxlislari uchun eng qayg'uli yil bo'ladi. Sababi biz ko'rib o'rgangan afsonaviy futbolchilar aynan shu yili katta futbol bilan xayrlashishadi. Bugun faoliyatini yakunlayotgan top 5 ta legenda haqida gaplashamiz. 5-o'rinda Robert Lewandowski. Uning 2026-yilgi jahon chempionatiga borish orzusi mart oyidayoq amalga oshmay qoldi. Mag'lubiyatdan so'ng u tarmoqlarda xayrlashish vaqti keldi deb xabar qoldirdi. Yozda u Barselonadan ketadi, chunki jamoa endi qariyalar voz kechib, yosh futbolchilarga ko'proq imkoniyat bermoqchi. Robertning keyingi manzili yo Amerika yo Saudiya Arabistoni bo'lishi aniq. 4-o'rin Neymar. Iqtidorli, lekin faqat jarohatlardan iborat karyera. U o'zining qadrdon Santos klubiga qaytdi, lekin yana o'sha og'ir tizza operatsiyasini boshdan o'tkazdi. 2026-yilgi jahon chempionati u uchun oxirgi imkoniyat. Agar bu yil ham jarohatlar uni qiynasa, u dekabrdayoq butunlay futbolni tark etishini ochiq aytib o'tdi. 3-o'rinda Luka Modric. Tasavvur qiling, u 40 yoshdan oshgan bo'lsa ham, hali ham Italiyada Milanning asosiy tarkibida tinmay o'ynamoqda. Lekin u ham jahon chempionatidan keyin futbolni tugatib, 1 yil dam olmoqchi. Maqsadi o'qishni tugatib, o'zining qadrdon Real Madridiga murabbiy yoki rahbar bo'lib qaytish. 2-o'rin Cristiano Ronaldo. 41 yoshda bo'lsa ham, uning yagona maqsadi 1000 ta gol urish. Ammo Al Nasrdagi charchoq va tizzasidagi jarohatlar baribir o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Jahon chempionati u uchun xalqaro maydondagi eng so'nggi turnir bo'ladi. Eng qizig'i, u guruh bosqichida bizning O'zbekiston terma jamoamizga qarshi maydonga tushadi. 1-o'rin Lionel Messi. 1-aprel kuni o'z vatanida o'ynagan so'nggi o'yinda ko'z yoshlarini ushlab tura olmadi. 38 yoshli Messi Amerikada hammaga dars berib, oltin botsani yutgan bo'lsa ham, bu jahon chempionati uning uchun oxirgisi bo'ladi. U kelajakda asablarini sarflab murabbiy bo'lmoqchi emas. Aksincha, u eng yaqin do'sti Luis Suarez bilan o'zaro ochgan yangi jamoaning xo'jayiniga aylanadi. Sizningcha bu afsonalar ketgach, ularning o'rnini kim bosa oladi? Mbappemi, Hollandmi yoki Yamal? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Eng so'nggi sport yangiliklarini birinchilardan bo'lib o'qish uchun BV Sport Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying.